muhacirat yaşayotgan barliq Şarkı Türkistanlıq qarindoshlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının xabarlar programmasını görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Baş ministerimiz Salih Xudayar Efendi Definity Rap kanalının ziyaretini qabul qilib, Şarkı Türkistan haqiqatlarini anlatdı. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari Xitoyning Sharq Turkistondagi jiddiy inson haqlari dafsanchiligini oxirlashtirishi, dunyoning buningga ko'z yummasligi kerakligini aytdi. 60 dan ortiq kishilik huquq guruhi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaganligiga norozilik bildirib, Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasini buningga qarata baholash ilib berishga chaqiriq qildi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatga sunamiz. Baş ministerimiz Salih Xudayar Efendi Definity Rap kanalının ziyaretini qabul qilib, Sharq Turkiston haqiqatlarini anlatdi. Riyasetçi Beyla Sigrov baş ministerimizning tug'ilish, Sharq Turkistondan Amerikaga ko'chish, Amerikadagi Oklahoma universitetida xalqaro siyosat va tadqiqot o'qish, 2011-yildan 2013-yilgacha bo'lgan oralikda Oklahoma davlat mudofaa armiyasida harbiy xizmat o'tash, Amerika harbiy universitetining davlat bexatarlik tadqiqotida magistrlikda o'qish, Sharq Turkistonning ahvolini tunutish, 2017-yili Washingtonga ko'chib kelgandan keyin Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini qurish jarayoni. Milliy Uyg'unish harakatining maqsadining diasporadagi Uyg'urlarni uyg'otish, mustaqillikni asliga keltirish ekanligi. Salih Xudayar Efendining Uyg'ur Sharq Turkiston siyosiy qonunini ma'qullatganligini, Sharq Turkistonga demokratiya elib kelish emas, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilganligini. 2018-yili aprelda Washingtonda o'tkazilgan Sharq Turkiston sürgünde hukumatining parlament yig'inida Sharq Turkiston sürgünde hukumatining bosh ministri va Amerikada turishliq elchisi bo'lib saylanganligini, Xitoyning Sharq Turkiston ishg'oliga qarta tinch usul bilan qarshilik ko'rsatib, demokratik, ko'p xillik, tinch, mustaqil Sharq Turkistonni asliga keltirishni xohlaydiganligini, Sharq Turkistondagi inson haqlari demokratiyaning yolg'iz O'rta Osiyoda emas, balki butun dunyoda namoyon bo'lishini orzu qilganligini anglatgandan keyin Amerika xalqi dunyodagi besimning yipuchini topolmayotidi. Xitoy ijtimoiy aloqa vositalarini ichki qismida cheklab, sirtqa qarta qo'llanish orqali xato fikr va tashviqotlarni tarqatib, dunyo xalqining fikrini kontrol qilib oldi va Sharq Turkistondagi musulmonlarni bostirdi. Bo'libmi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Bu haqda tushuncha bergan bo'lsangiz dedi. Baş ministerimiz Xitoy bilan bo'lgan chetishning Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yillarga tayinlanganligini, Xitoyning mustaqil Sharq Turkistonni ag'dirib tashlab, hozirga qadar davomlashgan uzunga so'zilgan mustamlika ishg'ol harakatini boshlatganligini, 2014-yili Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata xalq urushi boshlatib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab yurgizayotgan chekidan oshgan vahshiy qilmishlar. Amerika hukumati, Kanada, Fransiya va Angliyani o'z ichiga olgan g'arbdagi davlat parlamentlarining bu vahshiy qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligi, buning cho'ng qirg'inchilikdan keyingi etnik va diniy guruhlarga qilingan cho'ng hujum ekanligi, oshkorlangan hujjat va bayonlardan Xitoyning maqsadining Sharq Turkiston territoriyasini kontrol qilish va Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish, Sharq Turkistonni Xitoy davlat mudofaa strategiyasining kontroli ostida tutish ekanligini, Xitoyning maqsadining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata etnik tozalash, kulturini yo'qotish, jismoniy jihatda ziyonga uchratish, Sharq Turkiston va uning xalqining salohiyatining o'rniga Xitoyning mustamlikasini dastatish ekanligini aytdi. Riyosatchining insoniyatga qarshi jinoyatga xalqaro qonun qanday jazo beradi? Nimalar qilinyotidi degan savoliga bosh ministerimiz Xitoyning Sharq Turkistonda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1948-yili e'lon qilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, garchi g'arbdagi ba'zi davlat va parlamentlar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, to'xtatish uchun hech qanday harakat qo'llanmayotganligini, Amerika, Angliya qatorliq g'arbdagi ba'zi davlatlarning Xitoy amaldorlariga qarata jazo yurgizganligini, asli qilishga tegishli ishning Amerika, Angliya, Fransiya qatorliq Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida kun tartibga olib kelishi, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi va adolat mahkamasini Xitoyning jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilishi, diplomatik munosabatni uzishi, Xitoydan kirgizilgan mallar Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni majburiy emgakka selish orqali ishlanganlikdan barliq mallarning importini cheklashi, Sharq Turkiston xalqi 21-asrdagi irqiy qirg'inchilikqa duch kelganligi uchun mustamlika qilingan davlat va xalqqa mustaqillik berish loyihasini qo'llashi,
Xitayning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va mustamlaka yurgizayotganligida hech qanday bir shakning yo'qligi. Xitoyning Sharq Turkistonga bergan Xinjiang degan nomining Sharq Turkistonning mustamlaka qilinganligini tushundiradigan yangi yer ma'nosida keladiganligini, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligi va Xitoyning bir parchasi emasligini tushundiradiganligini, davlatlarning bo'libmi boshlamchilik qilayotgan davlatlarning kechikmay qilishga tegishli nurg'ulg'an ishlarining borligini aytdi. Riyosatchining Bayden Xitoyning irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selishi to'g'risida bir narsa dedimi? Xitoyning yolg'on bayonot va tashviqotlarga qarata o'zgartish elib berish tirishchanligini ko'rsatayotganlar bormi degan savolga Bayden hukumatining Tramp hukumatining irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan siyosatiga ergashganligini, ammo Baydenning Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish to'g'risida chaqiriq qilmaganligini, Amerika Tashqi ishlar ministrligi xalqaro aralashish markazining yaqinda Xitoyning yolg'on tashviqot tarqatib, Sharq Turkiston to'g'riliq xalqaro ommaviy qarashni kontrol qilganligini bayon qilgan doklad e'lon qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda hech ish qilmaganligini, dokladning asli Xitoyga qarshi texnik ko'p harakat qilish uchun fursat ekanligini, Amerikaning Sharq Turkiston surguni hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakatiga o'xshash tashkilotlarni qo'llashi kerakligini, bir necha yil ilgari Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik to'g'risida ommaviy huquqning mavjudligini, Tonulgan axborot vositalari va setish nuqtalarining Xitoy bilan bo'lgan tijoriy kelishimlari sababidan haqiqatni oshkora qilmaganligini, Amerikaliklarning bu haqiqiy ahvollardan xabar topolmaganligini, muxbirlarning xabar qilmasligi davlatlarning tashqi siyosatini belgilashga ta'sir ko'rsatganligini aytdi. Riyosatchining Sharq Turkistondagi lager turma ahvoli to'g'risida so'ragan savoliga javoban Xitoyning 2014 yili xalq urushi boshlatib WhatsApp va VPN qo'llangan chet el bilan aloqa qilgan diniy ibodatlar bilan shug'ullangan, tamaki chekish va aroq ichishni rad qilganlarga o'xshash begunoh insonlarni terrorlik va oshqo'llikqa qarshi turish bahonasi bilan jazo lagerlari va turmalarga qamaganligini, Xitoyning 2020 yili sentabrda e'lon qilgan aqtashlik kitobida 2014 yildan 2019 yilgacha bo'lgan oralikda har yili 1 million 290 ming insonni jazo lagerlari va turmalarga qamaganligining xotirlanganligini, buningga qaraganda 6 yil jarayonida 7 million 800 ming insonning qamalganligini, bu harakatning hozirgacha davomlashayotganligini, lagerga qamalganlarga o'xshash bo'lmagan darajada muddatli qamoq jazosi berganligini, ba'zilarini o'ldirganligini, ba'zilarini turli zavodlarda majburiy emgakka solganligini, Amerikaning majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'yib, Sharq Turkistonda ishlangan mallarning majburiy emgakdan ishlab chiqarilmaganligini isbotlamaguncha import qilishni cheklaganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlaka qilish uchun harakat qiladigan lager va turmalarni boshqaradigan 3 million askariy kuchga ega ishlab chiqarish qurilish atritiga nurg'ulg'an shirkat va rayonlar tava bo'lganlikdan mahsulotlarning majburiy emgakdan ishlab chiqarilmaganligini isbotlashning ta'sir ekanligini, 2 oyning oldida oshkorlangan Xitoy soqchi hujjatlaridagi sonliq ma'lumotlardagi tutqun qilingan 200 milliondan ortiq Uyg'urning yashining 15 bilan 80 yosh orasida ekanligini, intayin nachar uzuqlantirilganligini, organlarining ilindiganligini, tibbiy sinaq ilib berildiganligini, jasad ko'ydirish o'choqlarining borligini, jasadlarning oilasiga qaytarilmay ko'ydirildiganligini, o'ltirilguchining yaqinlaridan o'ltirishga ketgan chiqimni to'ltadiganligini, to'lmaganda tutqun qilib lager yoki turmalarga so'laydiganligidek ig'ir xo'rlashlarning mavjud ekanligini, lager sirtidagi insonlarning yashayotgan qo'rqinchli vaziyatining tafsilotini anglatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari Xitoyning Sharq Turkistondagi jiddiy inson haqlari dafsanchiligini oxirlashtirishi, dunyoning buningga ko'z yummasligi kerakligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı 7 sentabr kuni e'lon qilgan axborotida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustaqil mutaxassislari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan ig'ir inson haqlari dafsanchiligidan andish qilayotganligini, xalqaro jamiyatning buni nazardan soqit qilishiga bo'lmaydiganligini, Kishilik huquq kengashining Xitoy to'g'risida maxsus yig'in chaqirishi kerakligini, Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq ishxonasining yaqinda e'lon qilgan bahasini qo'llashda mutaxassislarning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni asos qilgan ommani xohlagancha kamsitish, qo'lga olish doirasi xalqaro jinoyatni bo'libmi, insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilishi mumkin deb chiqargan xulosani atrofliq va prinsipliq deb tasvirlaganligini, dokladning Xitoyning terrorlikqa va oshqo'llikqa qarshi turish qonuni, siyosati va amaliyotini keng ko'lamda qalayimqon ishlatishga qarata ahamiyat berganligidek bayonlardan mamnun bo'lganligini, mutaxassislarning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kishilik huquq qo'sh mexanizmi bağlagan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan barliq vahshiy siyosatidan andishlanadiganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq ishxonasi o'tirg'a qo'ygan barliq tavsiyalarni qo'llaydiganligini, bu takliflarning yo'lga qo'yilishiga qulaylik yaratadiganligini, hukumatlarni amaldorlarni taklif qilishga chaqiriq qilib, davlat ziyorati qilish,
texniklik yordam bilan ta'minlashni muayyanlashtirganligini, 2020 yili 6 oydagi birlashma bayonotida o'ttirg'a qo'yilgan tavsiyalarni qayta ta'kidlab, kishilik huquq kengashining maxsus yig'in chaqirib, kishilik huquq masalasini Xitoyda texmo keng doirada hal qilishini, Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo davlatlar, Birleşken Devletler Teşkilatı organlari va savdo korxonalaridan Xitoyning kishilik huquq majburiyatini ado qilishni talab qilganligini, Kishilik huquq kengashining Xitoyning kishilik huquq vaziyatini har yili yaqindan kuzatadigan, tahlil qiladigan va doklad qiladigan mutaxassislar guruhi qurishini, umumiy yig'in yoki bosh kotibning alohida elchi bekitishini jiddiy o'ylashi kerakligini bayon qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter hisobidan bunga inkas qaytarib, dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar va qurilishlar ko'z yummasligi kerak. Har kimdan xalqaro sudning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini darhol tekshirishni talab qilish orqali Sharq Turkistonning xalqaro sud mahkamasiga sungan qonunliq arzini qo'llashni umid qilamiz dedi. 60 dan ortiq kishilik huquq guruhi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaganligiga norozilik bildirib, Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasini buningga qarta bağlash elib berishga chaqiriq qildi. O'tir Sharq ko'zining 1-sentabrdagi xabarida Uyg'ur guruhlari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xitoyning qilmishiga aloqador e'lon qilgan dokladida Xitoyning besimiga asosan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmay, Xitoyni insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb yakun chiqarganligiga qarta norozilik bildirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi bu Xitoy uchun g'alaba, chunki davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarta olib berilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlar faqat Xitoyni qabul qilish va Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnomasining ijro qilinishining oldini olish uchun kishilik huquq dafsanchiligi deb suyuqlantirildi. Sharq Turkiston xalqi dokladning ojizligidan, adolat elib kelolmaydiganligidan qattiq umidsizlandi va irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmaganligiga g'azablandi. Shundaqdimi biz dokladning xalqaro kuchli bir harakatga yo'l etishini umid qilamiz dedi. Salih Xudoyer apandi dokladning ojiz va Sharq Turkiston xalqiga adolatni elib kelolmaydiganligining sababining Xitoyning terrorlik va oshqo'llik bilan kurash qilishni bahona qilib, atalmish Xinjiangni bostirishdagi haqiqatlarni yo'ritib berolmaydiganligidan iborat ekanligini aytdi. Sharq Turkiston surguni hukumati 2004-yili Amerikada qurilgan bo'lib, atalmish Xinjiangni mustaqillikka erishtirishni maqsad qiladi. Tor bekitidan qaraganda uning a'zolari Sharq Turkiston diasporasi va Uyg'urlardan tashkillangan. Birleşken Devletler Teşkilatı e'lon qilgan dokladda atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida terrorlik va oshqo'llikqa qarshi kurash qilish strategiyasini yo'lga qo'yish jarayonida jiddiy inson haqlari dafsanchiligi elib berildi. Uyg'ur va boshqa musulmonlarni asos qilgan guruhlarga qarta ayrimchilik yurgizib, xohlagancha tutqun qilib, xalqaro va insoniyatga qarshi jinoyat ishlandi deyildi. Beyjingni erkinligidan mahrum qoldirilganlarni darhol qo'yitish, ichki bexatarlik bilan aloqador qonunlarini ko'zdan kechirishga da'vat qildi. Amerika hukumati doklad andishalarimizni yangidan qo'zg'adi va cho'nqurlashtirdi dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyning vahshiyligini Amerika va boshqa g'arbdagi bir qancha davlat parlamentlarga o'xshash irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilmadi. Doklad e'lon qilingandan keyin 60 dan ortiq Uyg'ur guruhi xalqaro jamiyatning harakatga kelishi uchun bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı inson haqlari kengashini masalani tekshirish komiteti qurishga, irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasini bog'lashga chaqiriq qildi deyildi. Keşke milletim aşı zalim hükümranlarga qarşı qo'zg'olib chiqib, isyon ko'tarib o'lib ketgan bo'lsa, shu chog'da men ular uchun taslimchilik ichida yashagandan o'rlik yo'lida o'lib ketish natijasida sharaflikdir degan bo'latdim. Chunki qo'lida dushmanga qarshi shamshar tutib oxiratga yo'l olganlar haqning abadiyligi bilan teng mangu abadiylashadigan kimsalardir. Keşke milletim boshqa millatlarning urushiga qatnashib, jang maydonida shu millatlar bilan qo'shilib, umumyuzlik qirilib munqarz bo'lib ketsa, u chog'da men ular uchun bu beayni yer yuzida dal-daraxt, o't-cho'p chog'liq narsani qoldirmaydigan rahimsiz qora qo'yinning jazolishi bo'ldi. Qo'yin uchirib kelgan shaxshumbularning ostida qilib o'lish, qarilikning quchqida bechoralashib o'lgandan natijasida sharaflikdir degan bo'lar edim. Ming afsuski, ular isyon qilganliklari uchun o'lmadi. Süt va asal bulduqlab oqadigan bir zaminning egillari turib, och qilib o'ldi. Keşke yer qattiq tavrigan, yurtimni ostin-ustin qilib etgan, ailemni, yaranlarimni yer yutgan bo'lsa, u chog'da men ular uchun bu insonning qudratidan halqagan bir kuchning tavritishi sababli maydonga kelgan ko'rinmas bir yorliqning kuchidan ekan. Buning sirlariga yetaman, tilsimlarini yeshiman, deb hapilishib o'tirish avori bo'lgandan boshqa emas degan bo'lar edim. Afsus, ularning o'limi isyon qilganligidan bo'lmadi, dushmaniga urush ochganligidan yoki yer yutganligidan bo'lmadi.
balki ular taslimchilikni davomlashtirganligidan o'lib tugagan edi. Jibran Xalil Jibranning Acharchilik kunlarda yozganlarim degan asaridan ilindi. Tarjimada Burxon Muhammad. Bizga vaqt ayırganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.